Assalomu alaykum. Bugun Photoshop dasturini skачать qilish va установка qilishni ko'rib o'tamiz. Biza Photoshop dasturini saytlardan yoki ijtimoiy tarmoq Telegram'da skачать qilsak bo'ladi va skачать qilgan narsamiz bizlarda ko'pincha zip faylda bo'ladi. O'sha zip faylni ham ochadigan programma haqida aytib o'taman. O'sha programmamiz nomi WinRAR hisoblanadi. Ya'ni birinchi o'sha WinRARni uстановка qilamiz. Birinchi masalan biz skачать qildik deylik, WinRARni uстановка qilmaganmiz. Mishkani o'ng tomonini bossak, bizada o'sha WinRARni, ya'ni zipdan chiqarish uchun uskuna paneli yo'q. O'sha uskuna panelni hosil qilish uchun biza WinRAR programmasini skачать qilamiz. WinRAR deb yozamiz. Yozdik va birinchi chiqqan o'sha rarlab.com saytiga kiramiz. Va birinchisi 64 razryadli o'zimga kompyuterimga mosli skачать qilib oldim. Va shuni установка qilamiz birinchi. Zip, 7 zip, har xil turdagilarni ochib beradi fayllarimizni. Mana установка bo'ldi, tushdi. Mana endi mishkani o'ng tomonga bosganimizda mana 4 ta panel ochildi. Va buni bitta bosganimizda уже fayl chiqarib berdi. Mana shu zipni ichida mana shu fayl bor edi. Photoshop faylimiz. Endi xo'p, mana shu Photoshopni biz установка qilishimiz kerak. Uстановка qilish uchun mana Photoshop dasturi 2022 emblemasi bilan chiqdi. Uстановка qilishni ko'rib o'tamiz. Birinchisi bizada har bitta kompyuterda antivirus bo'ladi. O'zini Windowsda antivirus bizaga programmalarni agar antivirus yo'q bo'lsa, biza biron bir programmani skачать qilib установка qilishda problema hosil qiladi va atmay qilib установка qilishga yo'l qo'ymaydi biza. Masalan, o'shani ko'rib o'tamiz hozir. Masalan, Windows biz antivirus yoqibmanda, o'sha 2022 Photoshopni установка qilmoqchiman. Atmay qiladi mana shuni. Hozir ko'rib, o'zingizlar ko'rasizlar. Chunki mana atmay qildi. Demak, virus biz antivirus yoqib turibdi. O'sha antivirusni o'chirsak, keyin Photoshopni установка qilsak bo'ladi. Pustga kirib shu безопасность Windows 11 larda ham shu yozuv yozsanglar chiqadi. Windows 10 larda shu joyi deydi. Защита virusов угроз. Birinchisiga kiramiz, shu keyin va ikkinchisi parametr защиты deb boshlangan. Управление настройками bosamiz. Birinchisini o'chirib ko'ramiz. O'chdi. Yana qaytib tekshirish uchun yana bir marta kiramiz. O'chgan bo'lsa bo'ldi. Antivirusimiz o'chdi bizada. Endi qaytadan o'sha Photoshopni установка qilishni bossak, endi установка bo'ladi. Chunki antivirusimiz o'chdi. Установка bo'ladi hozir. Ozgina kutamiz. Shu boyagi programma WinRARni установка qilib olganda yaxshi. Ya'ni tezda chiqarsa bo'ladi. Mishkani o'ng tomon. Masalan, ko'rib o'tamiz bitta misol dizaynga kerakli saytda. Masalan, bitta detal yozdim, line. Skачать qildim. Bizada bu zip fayl tushdi. Mana. Zip fayl shu ko'rinishda. Ustiga bosib kirib o'tirishdan o'rniga mishkani shuni o'ng tomonga bosamiz. Excel background bossak mana zip faylni ochib berdi. Kirib foydalansak bo'laveradi. Mana Photoshopimiz bo'yni o'chirganimiz sababli Windows antivirusni ingliz tiliga o'tkazib olamiz. Endi установка bo'lyapti. Agar antivirus yoqib turganda bu virus deb o'ylaydi bu programmani. Shuning uchun programmani установка qilmaydi. Ingliz tiliga o'tkazib olamiz. установка bosamiz.
Ustonovka bo'pti. Почти ustonovka bo'ldi. Bo'ldi. Ustonovka qilish tugadi. Manda 2023 borda, 2022 ni o'tkaz qildim. Ko'rsatish uchun. Hozir zip faylda qanaqa, ustonovka qilish qanaqani ko'rsatib o'tdim. Mana pust bossanglar 2022 o'zi manda 23 bor hozir. 2022 ni ustonovka qildim. Может 2022 ham bir qadr tushdi. 2022 bo'lib tushishi kerak menimcha. Manda hozir 2023 bo'lgani sababli tushmadi-da orasiga. Orasiga tushishi kerak edi. Shunaqa ustonovka qo'yasizlar.